Xonajin bozorda boshladik, xudo xolasa. 18 million 200 mingga baraka bo'libdi shu xonajin. Chiroyli, shved, toza shvedlarda oyoq qo'yamiz ular ekan. Bo'yi 1.10 atrofida chiqadigan, yoshi taxminan 5-6 oylik xonajin 18 million 200 ga sotilibdi. Andijon Xo'jobod mol bozoridan xonajinlar narxlarini so'rab o'tamiz. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib bo'ldi. Videoga like bosib obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga shanba, sanamiz 28 mart 2026 yil. Telegram kanalimiz bor, chorva narxlari deb yozsangiz chiqadi. Qora ot rasm bor, dehqonchilik tirishlik bo'lganlar tasavvurlasizlar, biz pulli tashlaymiz ozmoz 5 ming so'm tomon boshib. Shunaqa qilib yozsangiz chiqadi yoki kommentarlarga tashlab qo'yamiz. Silkasini kommentarlarga yozib, o'tsa kirib bosib o'tsangiz bo'ladi. Tashlamoqchi bo'lgan nimaga tashlaysizlar? 12 mingdan oshiq odam bor. Qanaqasan boshlardik, ko'proq ko'rsatishga o'najilarda harakat qilamiz. Necha pulga baraka bo'ldi? 12 ga. Bu xonajin 12 millionga sotilibdi. 12 millionga sotilibdi bu xonajin. Bo'yi 1.5 dan ozgina oshiqroq chiqadi. Necha million sotildi novvoslar? 26,5. Ikkalasi 26,5 novvoslar. Bo'ylar 1 metr atrofida, 1 metr yaqinroq chiqadi. Chiroyli ekan, katta mol bo'ladi ekan. Kallalar yaxshi ekan. 12 bo'ldi. 12. 17 million 200 ming qilyapti. 19 kami bor ozmoz. 17 million 200 savdosi bo'lyapti. 19 kam bor deyapti. Yoshi yetmagan xonajin. Chiroyli ekan. Bo'ylari 1.15 dan ozgina oshiqroq. 15 plus. Qasha atrofida. 1.15 atrofida yoki oshiqroq chiqadi. Yoshi 1 yosh yetmaganmi ekan? Aka yetmadi yoshiga. Necha bo'libdi? 100 kam 12. Novvos ekanda. Qiziq qalay nomer aytilaveradi? Aytiladi. Ayting. 93lik. 93lik. 066 066 ikkita 69. 69 ga aloqa qilib qo'yasizlar. Xo'jobodda Telegram WhatsApplar bor. Hammasi bor. Jala hududda? Jala hudud. 27 million so'm savdosi bo'lgan buni. Bunisini necha pulga bermadingiz? 26. 26 ga bunisi. Endi bu kattaroq bo'ladi. Undan ko'ra buni shanaqa yo'q. Bo'ylari taxminan 1.20 bilan 1.25 atrofida chiqadigan xonajinlar. Yoshlari 1 yoshdan o'tgan, 1,5 yoshga bormagan xonajinlar. 27 ga 26 million so'm. $18 million savdosi bo'lyapti shuni xonajin. 18 million so'm. Xo'sh aka. Necha million sotildi bu novvoslar? 23,5 bo'lgan. Ikkalasi 23,5. Ha, bu yo'ladi hozir. Buni 2 million 200 ga sotilibdi shu xonajin. Bo'yi 1.5 dan ozgina oshiq, yoshi endi 5-6 oylik. Yo'q, yoshicha kattaroq qo'yam o'xshayapti. 2 million 200 ga. Xonajinmi bu? Necha million sotildi? 17. 17 millionga sotilib ketyapti shu. Bo'yi 1.10 bilan 1.15 atrofida. 11 million 500 ming so'm savdosi bo'lgan xonajin 4 oylik atrofida bo'zay. Bo'yi 1 metr atrofida chiqadi. Birda ozmoz yab yog'adi. Chiroyli ekan. Siz ham yaxshi xonajin olasiz ekan. Ozmoz qoldim bermaganingizga. Nomer aytilaveradi. Ayting. 99 lik 105 0741 ga aloqa chiqasizlar. Manzil Asakada. Savdogarlar Telegram WhatsApplari bor. Aloqa chiqasizlar. Aytildi puli. 8 million 700 ming so'm. Xonajin. Bo'yi 1 da ozgina oshsa kerak, 1 da atrofida. 8 million 700 ming so'm. Necha bundan sotildi? Necha bundan bo'ldi? 12 million 600, 12 million 100. Gilasi ham novvosmi bular? Novvos. Ikkalasi ham novvos ekan. 12 million 600, 12 millionga sotilibdi. Ikkalasi ham novvos ekan. 9 million so'm savdosi bo'lgan shu xonajin. 9 million so'm. Bo'yi endi kichikroq. 9 million so'm savdosi bo'lgan. 1 metr atrofida. 9 ga beravermaysizmi? Qo'shganga sotilam. Nomer aytilam. Shartnasa. Tog'ini hech pulga bermasa xonajinchami? 8 deyapman, kami bor. Savdosi bo'ldimi? Bo'lmadimi? Assalomu alaykum. 11 million 300 ming so'mga sotilibdi shu xonajin. 11 million 300 ming so'm.
Ye baraka bu. Bo'y biru 10 dan ozgina oshiqroq. Yoshi ham endi 10 olyapti, 10 uzunroq ekan. O'rtacha mollardan uzunroq yoki kammas ekan. Pul aytildi. Qaysi birlariga bo'layapti shu ikkalasiga? Bu ikkalasiga. Nech pul? Nech pul bo'layapti? 221 ha? 20 million 800 ming so'm ikkalasiga pul berishyapti mana shu yerda. Oldim. Bo'ylari 1.5 dan ozgina oshiq chiqadigan hunarchilar, ikkalasi ham ha? Kalla bir xil ekan mollar. Egizachga o'xshaydi ekan. Egizachga o'xshaydi. Egizachga o'xshashadi ekan. 16 milliondan savdosi bo'lgan bir xil bo'pti qo'llari va bunisini shaqa yo'q ekan zavasiga bunda bor. Chiroqliq xunajon ekan bu ham 16 million. Qo'ylari 20 bilan 125 ta to'g'ri chiqadigan hunarchilar. Donasiga 16 million so'mdan savdosi bo'lgan. Nechta bermasi hunarchilar? 15 ming oladi. Bir xil bo'ldimi ikkalasi ham? 15 dan bular. Bular ham semizroq. Menimcha so'y bo'lmaydi bular. Endi baqadimi so'qimga baqqani. Yaxshiga 15 dan ular savdosi. Bermadim. 15,5 savdosi bo'lgan. Bir yoshdan o'tgan hunarchi. 15 million 500 ming so'm. Menimcha qo'ysa qochib qoladigan ko'rinishi bor, bo'yi biru. 15,5 deyapti. 15,5 dedi menga. 15,5 desa 15,5. 15,5 ga savdosi bo'lgan. Bo'yi 1.20 atrofida. Andijonlik. Savdogarlarga ham. Berol, sizga 15,5 ga? 15,5 ga ishchi ozlik qolyapti aka. Olgansiz a? Yo'q, bu o'zim molim. Dehqonchilikmi? Berol, yaxshi ekan, dehqonchilik. Nomer aytilmaydimi qiziqqanlarga? Ayting. 91lik. 91lik. 491 40 30. Dehqonchilik. Telegram WhatsApp bor. Manzil qayerda? Bor. Andijonda. Manzil Andijonda, shaharda ekan adashmasak. Telegram bor deyapti. 15,5 savdosi bo'lgan. Sizga qilaman deganlarga. Inshaalloh. Shunaqa qiling. Salom. Nechta bermasiz og'a buni? 15,5 qilishyapti. Bu ham 15,5. Qaysi kompaniya? Zohid Us. Qani ko'raylikchi. Chiroqli ekan. Yoqdimi? Mol yoqadigan. Hamma yo'q ekan. Yoqadigan. Tekis. Kelajagi yomon emas-da. Zo'r emas, lekin yomon emas. Xullas, qadar olgandan yaxshi narsa. Chunki kalla ham chiroqli ekan. Bo'ldi. Tashlab oling-da. Like bosadigan akamizga, like bosib qo'yasizlar. Rahmat. Sog' bo'ling. Jupa bir xil bo'lyapti pullar. Buqa ichida yurishgan bu hunarchilarda 39 million so'm savdosi bo'lyapti. Endi 1-2 oylik qochib qo'ygan bo'lishi ham mumkin deyiladi. Yoshlari kurak yo'q-a? Kuraklari yo'q. 39 million so'm. Bir xil ekan, ama semirmab ketishdi hunarchilar. 39 million. Bo'ylari burun 20. Ozmon oshsa ham kerak. Novochda yurgan ekan. Qiziqqanlarga nomer aytilmaydimi? Yo'q. Aytilmaydimi? Chiroqli ekan. O'zi bitta joyda turganligi mollar. Nomer aytishmi?